Assalomu alaykum azizlar, nasib bo'lsa. Kecha boshlagan ishimizni shpakilovkasiga tushdik. Hammasi bo'ldi deyarli, mana atkochalarni ham oldik. 1,5 santimetr toshdi. Ozgina atkoch. To'g'ri kelmagan. Sal kattalik qilgan joy, shuning uchun atkochalarni olib tushib qildik. Hozirgina o'rnatdik. Atkochlar olindi. Hammasi 20 metrga yaqin atkoch. Metraj 10 mingdan bo'ldi, u kirmaydi ob'yomga. Shpakilovka kraskamiz 30 ming so'm alohida hisoblanadi. Mana xonamiz. Yarim shpakilovka bo'lgan atkochalarni o'tirib qo'ydik. Olamiz buni. Shpakilovka mana qismlarimiz bo'lgan, kasbdan bog'landi. Ko'klarni o'rnini ham qo'yib ketdik mana. Cho'tka razmer qilib, kuxna bo'ladi bu. Spalni. Buni pechga o'rnatishdi. Nasib bo'lsa jarayonlarni kuzatib boringlar, ko'rsatib boramiz. Hamma topganga Alloh baraka bersin, ish jarayonida biz. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Stova gaziga. Biz spalni aboy qilamiz. Yo'q kraska bo'ladi.